Аңлаватқаныңла Muhammed aleyhisselamның tarjima hali namlı əsər. 107. bab Peygamber aleyhisselamның Cəhşnin qızı Zeynep'ə uylanışı. Bu yili Peygamber aleyhisselam Cəhşnin qızı Zeynep'ni nikahıga aldı. Zeynep'nin anası Umeyme Peygamberimizning dadasining hemşiresi idi. Zeynep'ni burun Peygamber aleyhisselamның azadgardisi Zeyd ibn Harise algan idi. Peygamber aleyhisselam Zeynep'ni Zeyd'ga elib bergende Zeynep'nin ailesi esil neseplik bulgaçqa ular bunu özleriga nomus sanagan idi. Arablar qizlarini qullarga xotinlikqa berishni yomon ko'radi. Qullarga loyiq deb hisoblamaydi. Zeyd gerçi Peygamber aleyhisselamның bala qilib olgan o'g'li bo'lsa-mu, buninglik bilan uning darajasi esil nasab darajasiga ko'tarilmaydi. Allah Qur'ondagi mana oyatni nozil qilgandan keyin Zeynepning oilasi uni Zeydga berishdan bosh tortishga ilojisiz qoldi. Allah va uning payg'ambari biror ish ustida hukm chiqarsa, ayol mu'minlarning shu ishda ixtiyorligi bo'lmaydi. Kimki Allohga va uning payg'ambariga itoat qilmasa, haqiqatan u o'p-o'choq ozg'on bo'ladi. Sura Ahzab 36-oyat. Zeyd Zeynepni olgandan keyin u Zeydga yo'g'onlik va takabburlik qilganlikdan Zeyd buningga chiday olmay Rasulullohga uni shikoyat qilganda Rasululloh Zeydni chidashga va sabr qilishga buyurdi. Zeyd uning bilan birlikda o'tishga bo'lmaydiganligini bayon qilib, Zeynepni qo'yib bermoqchi bo'lganligini takror etdi. Mundaq ar-xotinning birga turishi mumkin bo'lmaganlikdan Allah payg'ambarini Zeynep qo'yib berilgandan keyin uni elishga buyurdi. Mundaq qilish bir tarafdan ularning orasidagi majrani hal qilish, yana bir tarafdan Zeynepning qo'lga nikohlanish bilan zoya bo'lgan sharafini asliga keltirish uchun edi. Lekin Rasululloh Yahudi va Arablarning beqib olgan o'g'lining xotinini oldi deb ayblashidan qo'rqdi. Shunga Zeydga ayolingni qo'yib o'tma, Allah'tan qo'rqqin dedi. Allah ashkari aytgan narsani Payg'ambar alayhisalom og'zidan chiqara olmadi. Beqib olgan o'g'lining xotinini elishni haram deb qarash odatini Allah Qur'ondagi mana oyat bilan qat'iy hukm chiqarib amaldan qoldirdi. Mu'minlarga ularning bola qilib olgan o'g'illarining qo'yib bergan xotinlarini nikohiga olsa gunoh bo'lmasligi uchun Zeyd xotini Zeynepni qo'yib o'tgandan keyin uni sening nikohingga o'tkazib berdik. Allohning amri o'rinlandi. Sura Ahzab 37-oyatning bir qismi. Ondan Allah Arablarning bola baqib olish odatidagi ziyonlarni ko'zda tutib, bu odatni Qur'ondagi mana oyatni nozil qilish bilan harom qildi. Muhammad oranglardagi erlardan hech birining otasi emas, balki u Allohning payg'ambari va payg'ambarlarning oxirgisidir. Allah hamma narsani bilguchidir. Sura Ahzab 40-oyat. Mushu vaqtdan boshlab Zeydning ismi Muhammadning o'g'li Zeyd deyilmasdan Harisaning o'g'li Zeyd deyiladigan bo'ldi. Shuning bilan birga Zeydning ismi Qur'onda asrlar davomida tilga ilinib turadigan bo'ldi. Nadan tarixchilar va past g'arazli kishilar bu vaqa to'g'risida aqldan ozgan odamlardek ba'zi so'zlarni qildi. Ularning aytishicha, Payg'ambar alayhisalom bir kuni Zeydni yo'qlab borganda shamol pardani ko'tarib o'tganmish. Payg'ambarimiz Zeynepni tasodifiy ko'rib qilib, ko'ngliga yiqib qolg'achqa Subhanalloh deganmish. Zeydning xotini bu ahvolni uningga aytgandan keyin u xotinini qo'yib o'tishni lozim topganmish. Shuning bilan u Payg'ambar alayhisalomning yoniga borib, niyatini aytganda Payg'ambar alayhisalom uni mundoq qilishdan to'sganmish. Va hokazolar. Bu rivoyatning yolg'onligini shuningdan ko'rib olg'ili bo'ladiki, arab xotinlari bu chaqda tahi yuzlarini yepishni o'qmaydi. Zeynep Payg'ambar alayhisalomning hammasining qizi va Rasululloh Makkadagi chaqdalar musulmon bo'lgan. Shundaq turug'liq Payg'ambar alayhisalom
Müslüman bo'lgan Zeynepni 10 yilgacha ko'rmay, shamolning tasodifiy holda pardani echib o'tishi bilan ko'rib qolamdi. Zeynepni Zeydga payg'ambar alayhisolamning o'zi elib bergan. Agar payg'ambar alayhisolamda Zeynepga qiziqish yoki uni yaxshi ko'rib qilish bo'ladigan bo'lsa, uning burunla Zeynepni elishiga hech qanday to'solg'i yo'q edi. Payg'ambar alayhisolam o'zining Alloh tarafidan avatilgan payg'ambar ekanligini Allohning Qur'ondagi biz kofirlardan bir jamoatni foydalantirgan dunyoning mol-mulk, zebu-zinnatlariga ko'z solmag'in degan buyrug'ini o'z ummatlariga atigan oqshomda aytib, tilovat qilib turug'liq, uning o'z kishilarining birining uyiga kirib, xotiniga tasodifiy ko'zi tushib qilish bilanla uni elishni orzu qilishni tasavvur qilish mumkin emas. Bu ko'nglimizga boshqacha tuyuladigan cho'ng ish. Oddiy bir kishidan sodir bo'lsa-mu, ayiblanadigan ish. Bundaq ishning butun tarixchilar birdek e'tirof qilgan eng axloqliq, past havaslardan to'limi xoli, eng zirak va dana, hatto Alloh Qur'onda "Ey Muhammad, sen haqiqatan buyuk axloqqa egisan" deb maqtagan zotdan sodir bo'lishi mumkinmi? Shubhisizki, bu afsonanimi xuddi G'araniq afsonasiga o'xshash islom dinining dushmanlari o'z g'arazlariga yetish maqsadida to'qib chiqqan. Allohga shukrki, bu afsona tarixiy va aqliy dalillar bilan yemirib tashlandi. Shubhisizki, haqiqiy ahvol yuqorida bayon qilib o'tganimizdek, Allohning Qur'ondagi mono so'zimi shuni tasdiqlaydi. Ey Muhammad, o'z vaqtida sen Alloh ne'mat ato qilgan, senmu yaxshilik qilgan kishiga xotiningni nikohingda tutqin, Allohdan qo'rqqin deding. Allah ashkorlamoqchi bo'lgan narsani ko'nglingda yushirding. Kishilarning ta'na qilishidan qo'rqding. Allohdan qo'rqishing eng haqliq edi. Mu'minlarga ularning bola qilib olgan o'g'illarining qo'yib bergan xotinlarini nikohlab olsa, gunoh bo'lmasligi uchun Zeyd xotini Zeynepni qo'yib o'tgandan keyin uni sening nikohingga o'tkazib berdik. Allohning amri o'rinlandi. Sura Ahzab 37-oyat. Bu yerda Alloh payg'ambar alayhisolamning Zeynepni ilishidan boshqa narsani ko'rsatgani yo'q. Qur'on buningga cho'ng guvohdir. 108-bob yuzni yepishning yo'lga qo'yilishi. Mushu yili yuzni yepish to'g'riliq oyat nazil bo'ldi. Yuzni yepish payg'ambar alayhisolamning oyatlariga xos edi. Yuzni yepish haqida oyat nazil bo'lishidan ilgari Umar ibn Xattob yuzni yepishning yo'lga qo'yilishini xohlaydi va ko'p tilga oladi. Bu haqda oyat nazil bo'lishini orzu qiladi. Payg'ambar alayhisolamning ayollariga shundoq bo'lganda sizlarni hech ko'z ko'rmaydi deydi. Bu to'g'riliq Qur'ondagi mono oyat nazil bo'ldi. Sizlar payg'ambarning xotinlaridan bir narsa so'rab olmoqchi bo'lsanglar, parda orqasida turib so'ranglar. Bunda qilish sizlarning dillaringlarni, ularning dillarini eng pok tutadi. Sura Ahzab 53-oyatning bir qismi. Ba'zilar hammalarimizning qizlari bilan pardasiz gaplashishdan chekinamdiq. Muhammad alayhisalom o'lganda chuqum Oishani olaman degan gaplarni qildi. Shuning bilan Alloh taolo yuqorqi oyatning oxirida bunday dedi: Sizlarning Rasulullohni ranjitib qo'yishinglar durust emas. Rasulullohdan keyin uning xotinlarini elishinglarmi mengu durust emas. Bunda qilish haqiqatan Allohning dargohida cho'ng gunohdir. Sura Ahzab 53-oyatning bir qismi. Shuning bilan birga payg'ambar alayhisolamning ayollaridan boshqa musulmon ayollarimi hayoliq va iffatlik bo'lishga buyurildi. Erlarmu hayoliq bo'lishga buyurilgan edi. Yana ayollarining ko'ksi echilib qolmasligi uchun yaqalaridagi ochiq joylarga lechak selish buyurildi. Chunki o chaqlarda ayollarning yaqalari keng bo'lib, ko'kraklari echilib qoladi. Lechaklarini orqalaridan silib oladi. Pachoqlarida halqa borligini bildirish uchun putlarini yerga urish man'iy qilindi.
Zinnatni ko'rsatishning man'iy qilinishidan keyin zinnatning ovozini oshkorlashmi man'iy qilinganlikdan zinnat joylashgan o'rinlarni yepishning texmi zarur ekanligi o'z-o'zidan ma'lumliq. Alloh Qur'onda mundoq deydi: Mu'min ayollarga aytqinki, nomahramlarga tikilib qaramasin. Jinsiy a'zolarini zinadan saqlasin. Tashqi zinnatlaridan boshqa zinnatlarini oshkorlamasin. Lechaklari bilan ko'kraklarini mo yapsin. Tashqi zinnatlaridan boshqa zinnatlarini erlaridan, otalaridan, ya qayn otalaridan, ya o'g'illaridan, ya erlarining o'g'illaridan, ya o'z qarindoshlaridan, ya qarindoshlarining o'g'illaridan, ya hemshirlarining o'g'illaridan, ya dindosh ayollardan, ya qul ostidagi cho'rilardan, ya xotin kishiga ehtiyoji yo'q xizmatkorlardan, ya ayollarning uyatliq joylarini uqmaydigan, ya'ni balog'atga yetmagan balalardan boshqa kishilarga ko'rsatmasin. Yushrun zinnatlarini kishilarga bildirish uchun oyoqlarini yerga urmasin. Ey mu'minlar, baxtga erishishinglar uchun hammanglar Allohga tövbe qilinglar. Sura Nur 31-oyat. İslamның dastlabki chog'larida ayollar jahiliyat davridagidek bir ko'nglik va bir lechak bilanla taloga chiqadi. Hur ayol bilan dedekning farqi yo'q edi. Dedeklar kechasi taloga hojatga chiqqan chog'larida ularga yosh kishilar va sho'x yigitlar chiqilib qo'yadi. Shu qatorda hur ayollarga dedekmikin deb chiqilib qo'yadi. Şuna dedek ayollardan farqlantirish uchun hur ayollarga lechak silib, yuzlarini va sag'irlarini yepib yurish buyurildi. Mundaq bo'lganda ular surlik va salmoq ko'rinatida, erlar ularga ko'z solmaydi. Alloh Qur'onda mundaq degan: Ey payg'ambar, xotinlaringga, qizlaringga va mu'minlarning xotinlariga aytqinki, jilbob pürkence bilen bedenini o'rib olsin. Bunda qilganda ularning hur ayol ekanligi eng o'ng'ay toniladi da boshqalar ularga chaqilmaydi. Alloh nihoyat mag'firat qilg'uchidir, nihoyat mehribondir. Sura Ahzab 59-oyat. Ayollarning tegadigan kishilarga ko'rinmay mastura bo'lishi payg'ambar alayhisolamning zamonida yo'q ish edi. Salaf solihlarning zamonida yo'q edi. Payg'ambar alayhisalom xotinni ko'rib olishni sunnat qildi. Mundaq qilish er kishi olmoqchi bo'lgan ayol bilan tanishishga, ikkisining inoq bo'lishiga foydali. Bu bo'lsa islom dini olimlarining o'rtaq qarashi. Buyuk islom olimi Imom G'azali Ihya-u Ulumuddin nomli kitobida mundaq deydi: Shariat er xotinning inoq bo'lishini ko'zda tutib, xotin olishdan ilgari uni ko'rishni yaxshi ish hisoblaydi. Şuna birer ayolni almoqchi bo'lsang, uni ko'rib olgin. Buning inoqlikqa foydasi bor. Payg'ambar alayhisalom ansar ayollarining ko'zlarida qusurlari bor. O'ylanmoqchi bo'lganlaringlar ularni ko'rib bilinglar degan. Ba'zilar ularning ko'z nuri ojiz edi deydi. Ba'zilari ko'zlari kichik edi deydi. Ba'zi dindorlar o'ylanmoqchi bo'lsa, oldinib qolmasligi uchun olmoqchi bo'lgan xotinni uzun tekshirib qarab oladi. Imom Amash degan olim oladigan ayolni ko'rmasdan qilgan to'yning hammasi oxiri kishiga g'am qayg'u olib keladi degan. Zamonning buzilganligi va kishilarni go'zal axloqli qilib tarbiyalaydigan to'g'ri diniy tarbiyaning bo'lmaganligi uchun dastlabki davrlardagi musulmonlar ommasi buzuqchiliklarni cheklash, fitna fasodning oldini olish maqsadida bütün ayollarni mastura qilishni yaxshi ish deb hisoblagan bo'lishi mumkin. 109-bob hajning faraz qilinishi. Ko'pchilik olimlarning fikricha, mushu yili, ya'ni Hijriyaning 5-yili Alloh musulmonlardan hajga berish shartini hozirlab, qodir bo'la olgan odamga haj qilishni faraz qildi. Haj qilishdan maqsad turli joylardan kelgan musulmonlar yig'ilib Allohdan yordam berishni, islom diniga e'tiqod qilganligi uchun madad berishni tilab, Allohga yuzlanish va iltijo qilishdan iborat.
Haj musulmonlarning o'zaro aloqasini mustahkamlash va ittifoqini kuchaytirish bilan musulmonlarga zo'r foyda keltirdi. Hijriyaning 6-yili 110-bob qo'shin avatish. Payg'ambar alayhisalom mushu yili Muharram oyining 10-kuni Muhammad ibn Maslama qo'mondonligida 30 askar chiqarib, ularni Zariya degan joyda o'tirishliq Bani Bakr qabilasidan bir turkum xalqqa hujum qilishga buyurdi. Lashkarlar kunduzi yushirinib, kechasi minib ularga hujum qilib, ularning 10 odamini o'ldirdi. Qolganlarini qochirib qo'ydi. Qo'shin ularning qo'y tugalarini g'animat olib qaytdi. Qo'shin Madinaga qaytib kelib o'tib, yo'lda Bani Hanifa qabilasining boshliqlaridan Sumama ibn Usalga uchrab qolib, uni tunimay asir olib qaytdi. Rasululloh Sumamani tunib, uningga nihoyat yaxshi muomala qildi. Sumama musulmon bo'lishdan bosh tortgan bo'lsa-mu, Payg'ambar alayhisalom 3 kundan keyin uni ozod qilib qo'yib berdi. Sumama Payg'ambar alayhisalomdan mundoq cho'ng yaxshilikni ko'rgandan keyin go'zal axloqlar asosiga qurilgan islom dinini qabul qilmay, havoya havasga birlashning behuda ish ekanligini tushunib, Payg'ambar alayhisalomning qashig'iga qaytib berib, o'z ixtiyori bilan islom dinini qabul qildi. Va Payg'ambar alayhisalomga: "Ey Muhammad, Allah bilan qasam qilamanki, yer yuzida eng o'ch ko'radigan odamim sen eding. Endi sen eng yaxshi ko'radigan odamim bo'lib qolding. Islom dini yer yuzida men eng yomon ko'radigan din edi. Endi u men eng yaxshi ko'radigan dinga aylandi. Yurting men eng yomon ko'radigan yurt edi. Endi u men eng yaxshi ko'radigan yurtga aylandi", dedi. Sumamaning musulmon bo'lishidan Payg'ambar alayhisalom nihoyat xursand bo'ldi. Chunki Sumamaga uning xalqi itoat qiladi. Sumama yurtiga qaytishda Baytullohni ziyorat qilish uchun Makka ga kirib, musulmon bo'lganligini bildirdi. Qurayshlar uningga ziyon zahmat yetkazmoqchi bo'lgan bo'lsa-mu, o'zlarining Yamamaning ochliqiga bo'lgan ehtiyojini ko'zda tutib, uningga chaqilmadi. Sumama Qurayshlar musulmon bo'lmoqcha Yamamaning ochliqini avatmaslikka qasam qildi. Buning bilan Qurayshlar ochliqdan qisilib, og'ir ahvolda qoldi. Ular ilojsizlikdan Payg'ambar alayhisalomga yelinib, o'zlarining Yamamadan ochliq elishiga yordam qilishini o'tindi. Payg'ambar alayhisalom o'z tabiatidagi rahimdillik bo'yicha ularga shafqat qilib, Yamamadan Quraysh xalqiga keladigan ochliqni to'smaslik to'g'riliq Sumamaga xat yozib avatdi. Shuning bilan Sumama Quraysh xalqiga keladigan ochliqni to'smadi. Sumama degan bu asl odamning islom diniga e'tiqodi ching edi. Payg'ambar alayhisalomning vafotidan keyin Yamama xalqining to'lisi islom dinidan yuz o'rib, Musaylimaga ergashib ketganda, u xalqini to'sib, "Musaylimaning ishi zulmatlik, yolg'on ish. Oningga ergashganlarni Alloh badbaxt qiladi. Oningga ergashishdan saqlaninglar", degan. Shuning bilan Yamama xalqidan nurg'un odam Sumama bilan islom dinida ching turgan. Allah onundan razı bo'lsin. 111-bob Bani Lihyan urushi. Bani Lihyan xalqi yuqorqi boblarda bayon qilganimizdek Asim ibn Sabit va uning hamrohlarini o'ldirgan edi. Payg'ambar alayhisalom ulardan qayg'urib, dushmanlardan qisos olish fursatini kutib keldi. U mushu yili Rabiul Avval oyida sahobalarni tayyorlanishga buyurdi. Urushga otlanganligini dushmanlardan yushirish maqsadida urushlarining ko'p qismida avval maxfiyatlikni yushirgandek, bu qitimmo qayerga otlanishni maxfiy tutdi. Madinada Abdullah ibn Maktumni qoldirib 200 odam bilan otlandi. Bulardan 20si otliq edi. Asim ibn Sabit boshchiligidagi sahobalarning shahid bo'lgan joyiga yetib kelganda, ularga ichi og'rib duo qildi. Buningdan xabar topgan Bani Lihyan xalqi tog'larga tarqalib ketdi.
Bularning yurtida payg'ambar alayhissalom 2 kun turib, taraf-tarafga chorlug'uchilarni avatib boqqan bo'lsa-mu, hech kim uchirmadi. Payg'ambar alayhissalom Makka mushriklariga o'zining shavkatini bildirish uchun bir qism sahobalarni Osmonga avatdi. Ular Quraul G'amim degan yerga kelib, mushriklarning ko'ziga ko'rinib qaytdi. Ondan keyin payg'ambar alayhissalom Madinaga qaytib keldi. U yo'l bo'yi bu duoni o'qib keldi. Qaytib kelguvchilarimiz, tövbe qilguvchilarimiz, Rabbimizga hamd aytquchilarimiz, yo'l azobidan, manzil qayg'usidan, oila va mol mulklarimizga peshkanlik yetishdan Allohdan omonlik tilaymiz. 112-bob G'oba urushi. Payg'ambar alayhissalomning G'oba degan joyda baqilib 20 tugisi bor edi. Uyayni ibn Hisni 40 otliq odam bilan kelib, podijini o'ltirib, bu tugilarni bo'lib ketdi. Ansarlardan Salama ibn Akva degan bir kishi bu xabarni payg'ambar alayhissalomga yetkazdi. Payg'ambar alayhissalom uni musulmonlar yetib borguncha dushmanlarning orqasidan o'q etib, ularni banat qilib turishga buyurdi. U dushmanning orqasidan yugurib yetishib bilib, o'q etishga boshladi. Dushmanlar qo'g'lasa, qochib tutuq bermaydi. Dushmanlar qoptalga kirganda bo'lsa, taqqa chiqib tosh atadi. Natijada dushmanlar musulmonlar qo'g'lab yetishib olmasin deb yuk taqlarini nikiltish uchun qo'llaridagi nurg'un nayza va kiyimlarni tashlab ketdi. Musulmonlar qo'shini yetib kelguncha Salama dushmanlarni shundoq banat qilib turdi. Payg'ambar alayhissalom sahobalarini dushmanning orqasidan qo'g'lashga chaqirdi. Birinchi bo'lib ovoz qo'shib kelgan kishi Miqdod ibn Aswad bo'ldi. Payg'ambar alayhissalom onunğa alamni tutqizib, dushmanni qo'g'labman, orqangdan yetaman dedi. Miqdod otliqlarni agashtirib, dushmanning oxirgi qismiga yetishib oldi. Arada yetishish bo'ldi. Musulmonlardan bir kishi shahid bo'ldi. Mushriklardan 2 kishi o'ldi. Musulmonlar dushmandan tugilarning ko'p qismini qaytarib oldi. Qolgan tugilarni dushmanning oldingi qismi elib qochib ketdi. 113-bob qo'shin avatish. Yuqorida tilg'ilingan Bani Asad qabilasi o'tgan kechgan musulmonlarga hamisha ziyon yetkazib turadi. Payg'ambar alayhissalom ularga hujum qilish uchun Ukasha ibn Mihsan boshchiligida 40 odam avatdi. Lashkarlar ularning yurtiga yaqin borganda ular tuyib qilib qochib ketishdi. Lashkarlar bu yerda uxlayotgan bir odamni tutib olib, uningga qochib ketganlarning chorvalarining nadaligini aytib bersang, sana omonlik beramiz dedi. U ularning chorvalarining nadaligini aytib berdi. Shuning bilan lashkarlar 100 tugini g'animat olib, Madinaga omon eson qaytib kelishdi. 114-bob qo'shin avatish. Mushu yil Rabiul avval oyida Zilqissa degan yerdagi arablarning musulmonlarning Ayba degan yerda baqilayotgan chorva mollarini bo'lib ketmoqchi bo'layotganligi payg'ambar alayhissalomga anglandi. Payg'ambar alayhissalom Muhammad ibn Maslama boshchiligida 10 odam avatdi. Musulmonlar dushman yurtiga kechida yetib bordi. Mökib turgan mushriklar bu musulmonlar uxlayotganda tuyuqsiz hujum qilib, Muhammad ibn Maslamadan boshqalarining hammasini shahid qildi. Dushmanlar unimi o'ldi deb o'ylab tashlab ketgan edi. Muhammad ibn Maslama Madinaga qaytib berib, ahvolni payg'ambar alayhissalomga ma'lum qildi. Payg'ambar alayhissalom dushmandan qisos olish uchun shu yili Rabiul oxir oyida Abu Ubayda Amir ibn Jarroh boshchiligida 40 odam avatdi. Bular dushman yurtiga yetib kelganda dushmanlar qochib tarqalib ketgan edi. Musulmonlar dushmanning chorvalarini g'animat olib qaytdi. 115-bob qo'shin avatish. Xandak urushida musulmonlarga qarshi hujum qilgan mushriklarga qo'shilib kelgan
Bani Sulaym qabiləsinin ədəbini biriş üçün Peyğəmbər əleyhissalam Rabiul Axir ayında Zeyd ibn Harisə başçılığında lashkar əvətdi. Lashkarlar düşmən yurtiga yetib barganda düşmənning qaçıb ketganligini uqdi. Ular bu yerdə Muzayna qabiləsidən bir xotinning ko'rsatib qo'yishi bilan Bani Sulaymlarning makoniga berib chorvalarni g'animat oldi va bir turkum kishilarni asir olib Madinaga qaytib keldi. Asirlarning ichida bu xotinning eri bor edi. Payg'ambar alayhissalom bu xotinning ko'rsatgan xizmati uchun uning erini o'zini qo'yib berdi. 116-bob qo'shin avatish. Mushu yili Payg'ambar alayhissalom Qurayshning bir karvonining Shamdan Makkaga ketib borganligini anglab, uni to'sish uchun Zeyd ibn Harisa boshchiligida 170 kishilik qo'shin avatdi. Ular birib karvonni mal va odamlar bilan qo'shib asir elib keldi. Asirlarning ichida Payg'ambar alayhissalomning qizi Zaynabning eri Abul As ibn Rabi' bor edi. Abul As iqtisodiy jihatda va innovat jihatda Makkada ko'zga ko'ringan kishilardan edi. Abul As xotini Zaynabdan panoh tiladi. Zaynab uningga panoh bo'ladiganligini bildirdi va buni Qurayshlarning oldida e'lon qildi. Payg'ambar alayhissalom musulmonlar keladi. Ularga musulmonlarning tevan darajadagilarimi boshpanoh bo'la oladi. Zaynab boshpanoh bo'lganda bizmi boshpanoh bo'ldik dedi. Bu musulmonlar orasidagi barobarlikni ifodalashda aytiladigan eng fasohatli so'zdir. Payg'ambar alayhissalom Abul Asqa mallarning hammasini qaytarib berdi. Abul As Makkaga qaytib berib, mallarni egalariga qaytarib bergandan keyin musulmon bo'lib Madinaga qaytib keldi. Payg'ambar alayhissalom Abul Asqa ayoli Zaynabni qaytarib berdi. 117-bob qo'shin avatish. Mushu yili Jamadil oxir oyida Payg'ambar alayhissalom Muhammad ibn Maslamaning hamrohlarini shahid qilgan Bani Sulaba arablariga hujum qilish uchun Zeyd ibn Harisa boshchiligida 15 kishi avatdi. Bani Sulaba arablari taraf degan joyda o'ltirishlik edi. Ular askarlarni ko'rgan hamon bu Payg'ambar alayhissalomning qo'shinining oldingi qismi o'xshaydi deb o'ylab, mol chorvalarini tashlab qochib ketdi. Musulmonlar mol chorvalarni g'animat olib, 4 kundan keyin qaytib keldi. 118-bob qo'shin avatish. Mushu yili Rajab oyida Payg'ambar alayhissalom Bani Fazara qabilasiga hujum qilishga Zeyd ibn Harisa boshchiligida askar avatdi. Chunki Zeyd savdo qilib Shamdan qaytib kelayotganda Bani Fazara qabilasining kishilari Zeydga chaqirib, uning qo'lidagi malni bo'lib olgan hamda uni o'ldirishga tasqalgan edi. Zeyd Madinaga qaytib kelib, ahvolni Payg'ambar alayhissalomga xabar qildi. Payg'ambar alayhissalom ulardan qisos olish uchun Zeydni bir turkum kishilar bilan Vadi Qura degan yerda o'ltirishliq Bani Fazara arablariga avatdi. Ular bir dushmanni qurshab, dushmanning nurg'un odamini yo'qotdi. Cho'nglardan birining qizini asir olib qaytdi. Payg'ambar alayhissalom bu ayol asirini so'rib olib, uni Makka mushriklarining qo'lidagi bir asir bilan almashtirdi. 119-bob qo'shin avatish. Mushu yili Sha'ban oyida Payg'ambar alayhissalom 700 sahobani Abdurrahman ibn Avf boshchiligida Davmatul Jandaldagi Bani Kalb qabilasiga hujum qildi. Ular yo'lga chiqadigan chaqda Payg'ambar alayhissalom ularga: "Hammanglar Alloh yo'lida urush qilib, kofirlar bilan jang qilinglar. Haddidan oshirib o'tmanglar. Xiyonat qilmanglar. O'liklarning a'zolarini kesib tashlamanglar. Kichik bolalarni o'ltirmanglar. Mana bu Allohning sizlardan oladigan va'dasi va payg'ambarining sizlarning oranglardagi axloqi", dedi. Alam Abdurrahman ibn Avfga topshirildi. Qo'shin dushman yurtiga berib, ularni musulmon bo'lishga 3 kun da'vat qildi. 4-kuni dushman boshlig'i Asbagh ibn Amir va bir necha kishi musulmon bo'ldi.
asbag'i xristian dinida edi. Qolganlari baj, xiraj to'lash sharti bilan o'z dinida qilib qoldi. Payg'ambar alayhissalomning buyrug'i bo'yicha Abdurrahman ibn Avf qabila boshlig'ining qizini oldi. Bu boshliqlar orasidagi do'stlik aloqasini mustahkamlashning eng unumli usuli edi. Chunki buning bilan ular bir-birining ishiga ko'ngil bo'ladigan bo'ladi. Tinchlik, do'stlik siyosati nima degan yaxshi. 120-bob qo'shin avatish. O'sha yili Sha'bon oyida Payg'ambar alayhisalom Badakdagi Bani Sa'd qabilasidan bir turkum xalqqa hujum qilishga Ali ibn Abi Talib boshchiligida 100 kishilik qo'shin mangdirdi. Chunki ularning Bani Sa'd qabilasi Yahudilardan olmoqchi bo'lgan xurmaning badali uchun Yahudilarning musulmonlarga qarshi urush qilishiga yordam beradiganligi Payg'ambar alayhisalomga anglangan edi. Qo'shin yo'lda ketib o'tib, dushmanning Yahudilar bilan kelishim tuzishga avatgan jasusini tutib oldi va uningga Bani Sa'd xalqini tepib bersa, omonlik beradiganligini aytdi. Jasus ularni Bani Sa'd xalqining yurtiga boshlab bordi. Musulmonlar ularning chorva mollarini g'animat oldi. Ularning padishilari qochib berib, qavmini qo'rqitib o'tdi. Shuning bilan ularmi qochib ketdi. Musulmonlar 500 tuga 2000 qo'y g'animat olib keldi. Allah mushriklarning suiqasdini barbod qildi. Mushriklar Yahudilarga hech narsa bilan yordam berolmadi. Bu qism mush yerda oxirlashdi. Diqqatinglar ikkinchi qismda bo'lsin.